Isroil va Amerikaning davom etayotgan hujumlari natijasida Eron oliy rahnamosi Hazrat Oyatulloh Ali Xomanai shahid bo'ldi. Eron davlat ommaviy axborot vositalari shahidlik xabarini tasdiqladi va Oyatulloh Ali Xomanai vafoti munosabati bilan Eronda 40 kunlik davlat motami hamda 7 kunlik umumiy ta'til e'lon qildi. Oliy rahbar sifatida 36 yillik mustabidlikka qarshi kurashgan buyuk shaxsning davri yakunlandi. Muslim ummati uni bir umr yuksak ehtirom bilan yodga saqlaydi. Oyatulloh Ali Xomanayning o'limi haqida avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp ma'lum qilgan edi. Eronning Fars agentligi manbaga tayanib ilgari faqat oliy rahbarning qizi, kuyovi va nabirasi va kelini halok bo'lganligini tasdiqlagandi. Ali Xomanay Isroilning Tehronga bergan zarbasi oqibatida o'ldirilgan. Isroilning yuqori manbali rasmiylariga uning jasadi Isroil aviatsiya zarbasi oqibatida yuzaga kelgan vayronalar ostidan topilgani haqida ma'lumot berilgan. Xabar qilinishicha, Xomanay jasadining suratlari bosh vazir Binyaminga ko'rsatilgan. Vazir ham televideniya orqali qilgan murojaatida Xomanay o'ldirilganligiga doir borgan sari ko'payib borayotgan dalillar mavjudligini aytgan, biroq qo'shimcha tafsilotlar keltirmagandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Tramp o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shunday yozdi: Tarixdagi eng yovuz insonlardan biri bo'lgan Xomanay vafot etdi. U nafaqat Eron xalqi uchun, balki barcha buyuk amerikaliklar hamda dunyoning ko'plab mamlakatlarida Xomanay va uning qonxo'r bosqinchi to'dasi tomonidan o'ldirilgan yoki mayib qilingan insonlar uchun ham adolat tantanasidir. U bizning razvedkamiz va o'ta yuqori texnologiya kuzatuv tizimlarimizdan qochib qutula olmadi. Isroil bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirgan ishlardan so'ng na uning va na u bilan birga o'ldirilgan boshqa rahbarlarning qo'lidan hech narsa kelmadi. Bu Eron xalqi uchun o'z mamlakatini qaytarib olish uchun yagona va eng buyuk imkoniyatdir. Bizga yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, ko'plab Eron islom inqilobi qo'riqchilari korpusi a'zolari, harbiylar hamda boshqa xavfsizlik va politsiya kuchlari endi jang qilishni xohlamayaptilar va bizdan daxlsizlik so'rashmoqda. Kecha kechqurun aytganimdek, hozir ular daxlsizlik olishlari mumkin, keyin esa faqat o'lim topadilar. Umid qilamanki, islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va politsiya Eron vatandoshlari bilan tinch yo'l bilan birlashadi va mamlakatni o'zi loyiq bo'lgan buyuklikka kurashish uchun bir jamoa bo'lib mehnat qiladi. Bu jarayon tez orada boshlanishi kerak, chunki nafaqat Xomanayning o'limi bilan, balki butun mamlakat atigi bir kun ichida juda katta vayronaga aylandi. Hatto yer bilan yakson qilindi, biroq aniq nishonga olingan kuchli bombardimonlar butun hafta davomida yoki Yaqin Sharqda va aslida butun dunyoda tinchlikka erishish maqsadimiz amalga oshmaguncha to'xtovsiz davom etadi. Ushbu masalaga e'tiboringiz uchun rahmat, deydi Prezident Donald Tramp. Ammo Prezident Donald Trampning bu yozganlari butunlay teskarisi amalga oshmoqda. Tarixdagi eng shiddatli hujum operatsiyalari boshlandi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Islom Respublikasi oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayning vafoti tasdiqlangandan so'ng mamlakat qurolli kuchlari tarixdagi eng shiddatli hujum operatsiyasi boshlanganini e'lon qildi. Biroz muddatdan so'ng Eron Islom Respublikasi qurolli kuchlari tarixdagi Isroil va Amerika terrorchilik bazalariga qarshi eng shiddatli hujum operatsiyalarini boshladi. Eron, AQSh va Isroilning hujumiga javoban Isroil hududiga zarbalar bera boshladi. Shuningdek, AQShning Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayndagi harbiy bazalarga hujum uyushtirdi. Portlashlar Doha, Dubay, Abu Dabi, shuningdek Ar-Riyod shaharlarida yangramoqda.
حسین شعار ما شهادت افتخار ما 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 حسین شعار ما شهادت افتخار حسین شعار ما شهادت افتخار ما هیهات من نزله هیهات من نزله هیهات من نزله هیهات من نزله هیهات من دستم به سادات اصل آشورا حسین